Bu o'yinimiz e'tibor berayotgan bo'lsanglar, haftalik bizni support o'yinimizni ichiga to'g'ri kelyapti. Bunaqa holatda o'yin tortishlarga hojat yo'q, chunki bizda kattagina entry zona bor. Ya'ni ikkita entry zona bitta joyga to'g'ri kelyapti. Bu kuchli entry zona degani, ya'ni narx katta ehtimol bilan 2326 yoki 2316 ni orasiga kelgan paytda support kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bayga harakat qilishimiz mumkin. O'shaning uchun men bunga hozir chizmayman. Sabab o'zi biz haftalik time frame'da qilgan zonani demak ichiga to'g'ri kelayotgani uchun. Tushunarli? Aynan shu holatda demak biz zonalar olishimiz kerak bo'ladi. Oylik, haftalik, kunlik bo'yicha tillarni biz kelgusida yaxshi tushunyapsizlar ekan. Darsimiz behudaga o'tilmayapti ekan, tushunayotgan bo'lsalar xursandman. O'zi aslida qaranglar, end block, or block, if block deyapman. Bularda hammasi o'zi logical block ma'nosida tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni logika, logical degani o'zbekchasiga shunchaki logika degan ma'noni bildiradi. Logical block deb tushunsanglar bo'ladi. End block nima degani ekan? End blockni tushuntirdim. Kelinglar, or blockni aytib o'tib ketay, chunki or block bo'yicha ko'rib chiqdik. Sabab bozorda hozirgi holat or block bo'yicha ko'radigan holat ekan, chunki tillar yuqorida yuribdi. Qachondir bu selga harakat qilgan paytda or blockdan qaytish bo'yicha biz tushunchaga ega bo'lishimiz kerakligi uchun or blockni ko'rib chiqdik. Or block nima ekan? Or block qisqa qilib aytganda support block, ya'ni support zona degan ma'noni bildiradi. Ya'ni doim or block minimumda bo'ladi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, narx sell trenddan buy trendga o'zgarayotgan holati bu or block degan ma'noni bildiradi. End block nima? End block bu resistant block, ya'ni qarshilik blogi. Agar qarshi bo'lmasanglar, manolarni o'chirib turamiz, chunki bularda hammasida shu joygacha tushundinglar sizlar. End block nima degani ekan? End block yaxshilab e'tibor berib turinglar. Yaxshilab. Qaranglar. Narx ma'lum bir joyga bordi, pastga qarab harakatini demak boshladi. Bu joy end block, ya'ni resistant block, ya'ni qarshilik blogi. End blockdagi pattern bor edi-ku bizda, ya'ni qirras yuqoriga qaragan pattern aynan shu joyda hosil bo'lyapti. Ya'ni narx yuqoriga harakat qildi, pastga qarab tashlab berdi. Ya'ni aynan shu struktura, ya'ni narxning baydan selga o'zgargan strukturasi end block degan ma'noni bildiryapti. Endi shu joyda savol bo'lishi mumkin. End block shakllantirgan switch qaysi degan savol bo'lishi mumkin sizlarga. End blockni shakllantirgan switch aynan bizga shu qizil switch bo'ladi. Tasavvur qilinglar, bozorda bizda bu holatlar ma'lum emas. Narx pastga qarab tashlayapti. Narx pastga qarab tashlayapti. Narx pastga qarab tashlayotgan paytda siz demak end blockni aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni shunchaki biz hozir D1 time frame'da bo'ladigan bo'lsak, D1 time frame'da aynan shu end block shakllantirgan uzun qizil switch ekan, shu qizil switchning ustiga demak o'rin tashlab oldik. Endi biz buni H1 time frame'da periodini, ya'ni shu periodni topib, ustiga o'rin tortib olishimiz kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Zo'r, aynan periodning ustiga to'g'ri kelgan, aynan shu periodning ustiga to'g'ri kelgan switchni maksimum minimum soyalarga demak o'rin tortamiz. Ko'rayotgan bo'lsa, ko'rdinglar? Mana. Deylik, D1 time frame'ga oldik. D1 time frame'ga oladigan bo'lsak, qaranglar. Nima uchun biz end blockni topib turib bu joyga o'rin tortib oldik? Sabab narx qachondir yuqoriga qarab harakat qiladigan bo'lsa, ma'lum bir take profit vazifasini o'taydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, narx shu joyga borganda, shu joydan biz selga harakat qilsak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aynan shu joyga borgan paytda narx nima bo'ldi? Bitta qizil switch pastga qarab tashlab berdi. Ya'ni reaksiyasini ko'rsatdi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, narx buy trenddan sell trend
o'zgartirgan blogimiz bu end blok, ya'ni qirras yuqorida bo'lyapti. Narxni sell trenddan buy trendga o'zgartirgan holat bu demak or blok vazifasini o'tayapti. Oralarda shakllanayotgan holatlar bo'lsa if blok dedik, ya'ni bu ichki strukturada hosil bo'layotgan bloklar, ya'ni trend yuqoriga qarab harakat qilyapti. Shunchaki bu talab yoki taklif yelkasini hosil qildi va yana yuqoriga qarab harakat qildi. Bu joyda ham bizda blok bor. Bu joyda blogimiz qaysi bo'ladi? Sizlarga tushuntirdim. Qizildan keyingi shakllangan holat. Demak, davom etamiz. Demak, tillarni oylik time frame'da, haftalik time frame'da, kunlik time frame'da take profitini va narx aynan qayerga borganda harakat qilishini biz sizlar bilan kuzatib chiqdik. Blog olishlarni ham sizlarga tushuntirib o'tdim. Demak, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyda oylik time frame'da biz blog olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kelinglar mana shu joydan o'ng qo'l tomondagi holat bizga qorong'u, narx selga qarab tashlab kelyapti. Va qachondir bu buyga qarab harakat qiladi, to'g'rimi? Buyga qarab harakat qilganda bizga birinchi take profit qayer bo'ladi degan savolga javobni topishimiz uchun biz end blokdan, ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, shu blokni, ya'ni end blokni birinchi shakllantirgan switchni topa olishimiz kerak. Birinchi shakllantirgan switch aynan shu switch, ko'ryapsiz? Ya'ni qirrani shakllantirib berayotgan switch, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni line ga oladigan bo'lsak, mana line ga oladigan bo'lsak, ko'rdinglar? Qirrani shakllantirib bergan, birinchi switch. Qirrani shakllantirib bergan birinchi switchni topdik. Endi nima qilishimiz kerak buni? Oylik time frame'dan D1 time frame'ga o'tib turib, aynan shu urinni topamiz. Aynan shu urinni topishimiz kerak bo'ladi. Qani urinimiz? Bo't, mana urin topdik. Zo'r, mana aynan urinimiz shu periodni ustida demak shakllangan switchga to'g'ri kelibdi. Biz qiladigan ishimiz aynan shu switchni topamiz va aynan shu switchni maksimum minimumlarga soyalarga urin tortishimiz kerak bo'ladi. Mana aynan shu holatda, ko'rdinglar? Endi biz qiladigan ishimiz oylik time frame'da ko'rayotgan bo'lsak. Oylik time frame'da birinchi take profitimizni aniqlab oldik, ya'ni tilla buyga yuradigan bo'lsa, birinchi take profitimiz aynan shu joy bo'layotgan bo'lishi kerak ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aynan shu joyga narx kelib turib, selga qarab tashlab bergan. Biz bu zonani ikki xil holatda, birinchi holat take profit, ikkinchi holat aynan shu joyga borganda selga harakat qilish demak masalasi bo'yicha o'zimiz uchun ko'rib chiqsak bo'ladi. Ko'rdinglar? Yana davom etamiz misol uchun. Kelinglar endi haftalikni ko'raylik, liboy blokni ko'raylik. Endmi, ormi, ifmi, liboy blokni ko'ramiz. Kelinglar mana haftalik time frame'da demak sizlarga oson bo'lishi uchun deb ko'rsatay edi. Line da ko'rsatay, sizlarda blok topishlar oson bo'ladi. Kelinglar mana shu blokni topamiz. Sizlarga savol, shu blogimizning nomi nima? Narx support olyapti.
sell trenddan buy trend